Farg'onada xullas nomer 1 hijama qiladigan joyga keldim. Hijama Bio-Uz klinikasi 2013-yildan beri xalq tabobati va zamonaviy davolash usullarini birlashtirib ishlaydi. Asosiy maqsad organizmni tabiiy yo'l bilan tiklash, ichki muvozanatni yaxshilash va sog'lom hayot tarzini qo'llab-quvvatlash. Bu klinikada quyidagi xizmatlar mavjud. Hijama qon aylanishini yaxshilaydi, bosh og'rig'i, charchoq va stressni kamaytiradi. Massaj bel, bo'yin va mushak og'riqlarini yengillashtiradi. Bankali terapiya qon aylanishini yaxshilaydi, shamollashda foydali. Ginoterapiya asabni tinchlantiradi, uyqusizlik va migrenni kamaytiradi. Zurik terapiyasi qon aylanishiga yordam beradi. Bosim va qon quyuqlashuvida qo'llanadi. Kastaprav muolajasi bo'g'im, bel va umurtqa muammolarida yordam beradi. Bu yerda faqat og'riqni kamaytirish emas, balki organizmni ichidan tiklashga e'tibor beriladi. Ko'plab mijozlar ijobiy o'zgarishlarni sezgan. Videoni yaqinlaringiz bilan ulashing va ularga ham sog'lom hayot sari qadam qo'yishga yordam bering.